Bilasizmi, agar bu odamlar hayotingizda katta rol o'ynamasa, e'tibor bermasdan hayotidan chiqib keting deyishi mumkin edi, lekin aynan bu yaqin odamlarimiz bizga nimani o'rgatish uchun keladi. O'shaning uchun bitta maslahatim, hali bugungacha yomonlikka yaxshilik qilib yutkazgan odamning o'zi yo'q. Kim mo'jizaviy seminarimda bo'lsa, o'sha yerda bitta praktika bilan bo'lishganman. Atrofingizdagi любой asabingizga tegadigan odamni oling, agar даже birga yashayotgan bo'lsangiz ham, va o'sha odamni 10 ta yaxshi tomonini yozing. Sifati bo'ladimi, qo'ldan keladigan narsasi bo'ladimi va nima qilishdan, sizga nisbatan nima qilishdan qat'iy nazar o'sha narsani og'zaki aytishni o'rganing. Ko'zi chiroyli bo'ladimi, qo'li shirin bo'ladimi, yurishi chiroyli bo'ladimi, sochi chiroyli bo'ladimi, sizga odam so'kadimi, urishadimi? Bilasizmi, men bu ko'zingiz chiroyli, bilasizmi, qo'lingiz shirin deb aytib ko'ringchi, insonlarga qanot berishni boshlang. Yaxshi tarafini ayting, sizdan yaxshi odam bo'lmaydi va eng yaqiniga aylanasiz.